Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixga nazar programmamizning 9-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz oldingi sonimizda turk rivoyatlari, Iskandar davridan Hun davrigacha Sharqiy Turkistonning Hun ittifoqiga qo'shilishdan tortib islomgacha bo'lgan davri, Buyuk Hun imperatorligi, Hun davlatining kengayganligi qatorliq mazmunlarni huzuringizga sungan edik. Biz bugungi sonimizda Xitoy urushi, Yovchi urushi, O'g'izxonning vafotidan keyingi voqealar qatorliq mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib olishinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Xitoy urushi. Hun tangriqutlari o'zlarini Xitoy imperatorlaridan martaba jihatda ustun tutadi. Tangriqutning imperatorga yozgan xatlarida buni ochiq ko'rgili bo'ladi. Bu xatlar mundaq boshlanadi. Ko'k va yer tug'ib, quyosh bilan oy taxti o'ltirg'izgan turklarning ulug' tangriquti Tabg'ash xondan shuni orzu qiladi-ki, turk xalqlarimi o'zini Xitoylardan ustun ko'radi. Ularni Tabg'ash deb ataydi. Chensuxan o'lgandan keyin Xitoyning har tarafida isyon chiqdi. Oxirida isyonchilardan asli ismi Liu Bang unvoni Gaoju degan birisi imperator bo'ldi. Bu mashhur Han sulolasining qurg'uvchisidir. Han yavru tarixchilarning talabbuzi. To'g'risi Han bo'lishi kerak. Han sulolasi Xitoylarning eng parlaq saltanatlik davri edi. Shunga hozirmi Xitoylar o'zlarini Hanzu Ren, ya'ni Han nasliga mansub kishi deb ataydi. Liu Bang Hunlardan Sanshi va Shanshi qatorliq joylarni qaytarilish uchun milodidan burungi 199-yili Shanshiga hujum qilib, 1-2 shaharni qaytarib oldi. Buni anglagan Tangriqut O'g'izxon 30 ming kishilik bir qo'shinni boshlab Shanshiga keldi. Bir maydon urushdan keyin Huangdi Liu Bang eg'ir holda mag'lub bo'ldi va saq qolgan ozg'ina askarlari bilan Chang'an, ya'ni bugungi Xianfu shahriga yaqin bir tog'dagi sepil ichida muhasirga aylandi. Liu Bang askarlarining butunlay qirilib, o'zining asirga tushib qilishidan qutulish uchun Tangriqut bilan sulh qilib, har yili belgilik miqdorda bosh topshirish kelishimi tuzishga majbur bo'ldi. Shuning bilan Xitoy imperatorligi Hun tangriqutlariga tava bo'ldi. Keyincha O'g'izxon Xitoy imperatorining qizini nikohga oldi. O'g'izxon vafot bo'lgandan keyinmi tangriqutlarning Xitoy imperatorlarining qizlarini elish rasmiy davom qildi. Shuning bilan bir asrga yaqin bir zaman ichida o'zaro do'stlik munosabat davom qildi. Yovchi urushi. O'g'izxonning kuch-qudrati shuncha oshgan bo'lsa-mu, Yovchilar xoni uningga bo'yin egmadi. Oxiri O'g'izxon o'g'li Bahodir xonni nurg'un askariy kuch bilan Yovchilar ustiga yo'lladi. Shiddatli urushdan keyin Bahodir xon mag'lub bo'lib, butun askarlarni yo'qotib, o'zi aron jinini qutqizib qochib keldi. Undan keyin yana bir qancha urushlar bo'ldi. Milodidan burungi 175-yili bo'lgan urushda Yovchilar xoni o'ldi. Askarlari qirilib ketib, Yovchilar parakanda bo'lib, yurtlarini tashlab har tarafga qochib ketdi. G'arb tarafga qochganlar Lopnur ko'li atrofiga yerlashgan bo'lsa-mu, sharqdan Hunlar, g'arbiy shimoldan Roran, Qo'chu va Xotan xonlarining hujumiga uchirdi. Shuning bilan bular ikki qo'lga bo'linib, biri Tibetga ketdi. Bular kichik Yovchilar deb ataladi. Hozirgi Tibet xalqining tegi mana bulardan bo'lish ehtimoli kuchli. Yana bir qo'li g'arbiy shimolga mengib, Iliga hujum qildi. Ilidagi Oysun xoni Nantomi qattiq turib mudofaa qilgan bo'lsa-mu, askariy Yovchilarga qaraganda bak oz bo'lganligi uchun eg'ir mag'lub bo'ldi. Tarix kitoblarga ko'ra, umumiy nupusi 1 millionga yaqin bo'lgan Yovchilarning ichida qo'lga qurol olganlarning soni 5-600 ming atrofida edi.
Mana bu sebepten Uysunlar məğlub bulup Nandubek öldürülgen. Bu hadiseden keyin yavchilar ilida yerleşmekçi bulup turganda Oğuzxan kelib yavchilarni g'arbga haydab chiqadi. Yavchilar Issiq ko'lning shimol tarafidan o'tib, ince, ya'ni Sir daryo bo'yida, ya'ni hozirgi Toshkent atrofida yerlashdi. Lekin yavchilar bu yerdami uzoq turolmadi. Nandubekning Kuyunmov ismli bir nasirada o'g'li tirik qolgan edi. Oğuzxan uni tarbiyalab, dadasining o'rniga Uysun xoni qilib tayinlaydi. Kuyunmov milodidan burunqi 165-yili Oğuzxanning navrisi Kuyunxon Tangriqutdan yordam ilib yovchilarga hujum qildi va ularni Sir daryosi bo'ylaridan qo'g'livatdi. Yovchilar qichib Amu daryo bo'yiga yerlashdi. Oğuzxanning vafotidan keyingi voqealar. Oğuzxan Tangriqut milodidan burunqi 174-yili vafot bo'ldi. O'rniga o'g'li Bag'dirxon Tangriqut bo'ldi. Uning vafotidan keyin o'g'li Kuyxon, ya'ni Kunxon Tangriqut bo'ldi. Buning zamonasidagi voqealarda yovchilarni Inji daryo bo'ylaridan qo'g'lab chiqarganlikdan boshqa bir muhim voqea yo'q. Tangriqut Kunxon milodidan burunqi 160-yili o'ldi. Onundan keyingi Tangriqutlarning ismi va sonlari haqida ma'lumotimiz yo'q. Ammo shu tarafi aniqki, Xitoy imperatorlarining yuqorqidek sabablar bilan Hun Tangriqutlarga qiz berib, bosh to'lab, do'stlik bilan o'tish majburiyati taxminan milodidan burunqi 130-yilgacha davom qilgan. O'guz, ya'ni Amu daryo bo'yidagi yovchi xonlari va Baktir, ya'ni Baliq, Shimoliy Afg'onistondan tartib Xazar, ya'ni Kaspiy dengizigacha bo'lgan yerlarda o'ltiraqlashgan Saka, ya'ni Saqa turk xonlari va uningdan boshqa butun turk xonliqlarining hammasi Hun Tangriqutiga itoat qilgan. Bu poyansiz keng territoriya ichidagi turk davlatlarida tinch, amonlik va bayoshatlik hukm surgan. Siampi, Wuhan, Jujan va Topalardan iborat Manjuriyada yashayotgan turk qavmlarining hammasi Hun Tangriqutiga bo'ysungan bo'lib, bu ulug' davlatning chegarasi Yapon dengizigacha kengaygan. Xitoy imperatorligining Hun xaqonligiga qarshi yurgizgan siyosiy xiyonatlari va Hun Xitoy urushlari. Xitoy imperatorligi milodidan burunqi 190-yildan tartib Hun Tangriqutlarga davomli bosh to'lab itoat qilib turgan bo'lsa-mu, har doim bu vaziyatdan qutulishning yo'lini izlab turmoqda edi. Buyuk Hun ittifoqining qudratli kuchi oldida buningga jur'at qilolmay, bu xo'rliqni ko'tarishga majbur edi. Oxiri Xitoy imperatori bu ahvoldan qutulishning tubanki yo'llardan boshqa chorasi yo'qligini tushundi. Birinchi, Hun ittifoqi o'rtasida ziddiyat paydo qilib, ularning ittifoqini buzib, parchalash va ojizlashtirish. Ikkinchi, Tangriqut ordusidagi Xitoylik malika xonimlar, shahzodalar va ularning Xitoydan birlikda ilib kelgan xizmatkorlar orqali Tangriqut jamoati ichidagi tekin, ya'ni shahzodalar o'rtasiga bo'lginchilik silib, Hun davlatining markazchilik tuzumini ojizlashtirib, Hun hokimiyatini ag'dirib tashlash. Birinchi xiyonat planini amalga oshirish uchun Xitoy imperatori Wudi Zhangchen ismli bir odamini sayohatchi niqobi bilan turk yurtiga yo'lladi. Uningga topshirilgan vazifa Turkistondagi eng kuchli hukmdorlardan Uysun va yovchilar xonlarini Hun Tangriqutiga qarshi bosh ko'tarishga quturtishdan iborat edi. Zhangchen Qaraqurum shahri, ya'ni Hunlarning poytaxtiga kelganda, Tangriqut uning suiqasdchilik aftini sezib qilib, uni qamoqqa oldi. Zhangchen milodidan burunqi 139-yilidan 129-yilga qadar qamoqda qoldi. Keyincha Hun Tangriqut ordusidagi malikalarning yordami bilan bo'lsa kerak, qamoqdan chiqib o'z yo'lini davom qildi. Farg'ona va Samarqand yo'li bilan milodidan burunqi 125-yili O'guz bo'yidagi yovchilarning poytaxtiga keldi. Ularni Hun Tangriqutiga qarshi isyonga tashviq qilib, Xitoy imperatorining yordami bilan asli yurtlari bo'lgan Ko'knur, ya'ni Gansuga qaytib ketishga quturatdi.
Lekin hushyor yahovchilar Jangchenga aldanib, dushmanga qo'l chumoq bo'lishni qat'iy rad qildi va uni yurtlaridan qo'g'lab chiqardi. Jangchen maxfiy holda Sharqiy Turkistonning janubiy qismiga o'tib, u yerdan Xitoyga qaytib ketdi. Milodidan burungi 115-yili yana bir qatim Turkistonga keldi. Bu qatim Iliga berib, Uysun xoni bilan ko'rishdi. Qudratqulluq qilib, siz boshqa butun turk xonlaridan qudratli tursangiz, Hun Tangriqutiga bo'ysunish nomus emasmi deb Hun davlatiga qarshi isyonga da'vat qildi. Hun davlatidan ayrilib chiqsa, Xitoy imperatorining himoyasiga ega bo'lganligiga va'da qildi. Shuningga o'xshash nurg'un tashviq va ig'volar natijasida Uysun xoni Tangriqutdan yuz o'rib, o'z oldiga mustaqillik e'lon qildi. Buni anglagan Tangriqut darhol nurg'un askar yo'llab, Uysun xonning advini berib, uni itoat qildirdi. Jangchenning yuqorqidek hiyla mikrlari hech bir natija bermay Xitoyga qaytib ketgan bo'lsa-mu, u bu safarlarda turk yurtlarida keng miqyosda charlash ishlarini ilib berib, siyosiy, tashkiliy va iqtisodiy jihatlarda nurg'un axborot to'plab Xitoy imperatoriga ma'lum qildi. Va Hun ittifoqidagi xonlar ko'rinishda Tangriqutga tava bo'lsa-mu, amaliyotda ayrim biror kichik mustaqil davlatlar ekanligini, bu xonliqlarda Tangriqutning askari yo'qligini, faqat har qaysi xon ordusida Tangriqutning bir qancha kishidan iborat vakillari borligini, mana bu ahvollardan foydalanib, bu kichik xonlar orasida ixtilof paydo qilib, parchalash bilan ularni Xitoy kontroli ostiga kirgizishning o'ng'ay ekanligini anglatdi. Shuning bilan imperator Wudi Turkistonni istilo qilish ko'yiga tushdi, lekin kuchi yetmaydiganligini bilatdi. Xitoy imperatorining Jangchen orqali ilib borgan bu buzg'unchiliklari natijasida ikki davlatning o'rtasidagi munosabat buzildi va uzunga so'zilgan qonliq urushlar boshlandi. Milodidan burungi 119-yili Hu Chubing qo'mondonligidagi Xitoy qo'shinlari bilan bo'lgan Gansu yaqinlaridagi bir urushda Hunlar mag'lub bo'lib, Gansu xitoyliklarning qo'liga o'tdi. Bir yil o'tgandan keyin Xitoy askarlarining Sharqiy Turkistonga hujumlari boshlandi. Hun Xitoy so'qishi imperator Wudi o'lgicha to'xtamasdan davom qildi. Ba'zida Xitoylar g'olib bo'lsa, ba'zida Hunlar g'olib bo'lgan. Xitoy tarixlarida u davrga oid bayonlarning xulosasi yuqorqidek bo'lib, voqeliklarning tafsilotlari ishonchli emas. Milodidan burungi 74-yili Xitoyda imperatoriga qarshi isyon boshlandi. Isyonchilar Tangriqutdan yordam talab qildi va Tangriqutning yordamida g'alaba qozondi. Xan Wudi o'ldi. Shuning bilan Xan sulolasi imperatorligi G'arbiy va Sharqiy Xan sulolasi deb ikkiga bo'linib ketdi. Natijada Xitoy imperatorligi ojizlashib, Sharqiy va G'arbiy Turkistondagi burun Xitoylar besib olgan xonliqlar Hunlarning yordami bilan o'z yurtlaridan Xitoylarni qo'g'lab chiqarib, qaytadan Hun ittifoqiga qaytildi. Hun davlatidagi ikki qalayimqanchiliklar Oğuzxan zamanısida qechib Manjuriyaning shimolida yerlashgan Wuhan va Xianpilani Xitoy imperatori davomli yoshirin holda Hun Tangriqutiga qarshi kuch kiritib turadi. Milodidan burungi 70-yili Xianpi va Wuhanlar bilan Hunlar o'rtasida urush boshlandi. Bir qatimliq urushda Hunlar mag'lub bo'lib, Xianpilar Hun poytaxti Qaraqurumni besib oldi va bu shaharni vayron qilib Hatto Oğuzxan qatorliq Hun Tangriqutlarning mazarlarini chiqib tashladi. Milodidan burungi 54-yilga kelganda Tangriqut ularni mag'lub qilib, butunlay yo'qotdi. Qolganlari o'z yurtiga qochdi. Keyin Tangriqut butun Manjuriyani qo'l ostiga olib, davlat territoriyasini Yapon dengiziga qadar kengaytdi. Milodidan ilgirki 60-yili Hun tekinlaridan Chichi xon va Xo'jansi xonlar o'zaro taxt talishib urush boshlandi. Bu taxt talashish urushi milodidan ilgirki 51-yilga qadar davom qildi. Oxiri Xo'jansi xonchidan yordam talab qildi va Xitoy yordami bilan Chichi xonni mag'lub qildi. Chichi xon yaqin odamlarni elib g'arb tarafga qochdi.
Elidagi Uysun xonni mag'lub qilib, Tangirtog'ning shimolida qudratli bir davlat qurdi. Keyincha So'g'ut, ya'ni Buxara va Samarqand xonlarini o'ziga tava qilib, poytaxtni So'g'utga yo'tkadi. So'g'ut yaqinlarida yangidan cho'ng bir shahar bino qilib yerlashdi. Tangriqut Xo'jansi xon bir tarafdan Chichi xon va yana bir tarafdan Siyampi Wuxanlarning dushmanlik faoliyatlari o'rtasida qoldi. Uzundan beri mundaq bir fursatni marab yotgan Xitoy imperatori Jiang Ke, ya'ni Jingji ismli qo'mondon boshchiligida cho'ng bir qo'shin bilan Sharqiy Turkistonga yurish qildi. Xitoy imperatori Sharqiy Turkistonni istilo qilgandan keyin So'g'utdagi Chechi xonga elchi yo'llab, uni Xitoyga bo'ysunishni talab qildi. Buningga Chechi xon Xitoy elchisini o'ldirib javob berdi. Buni anglagan Jingji So'g'utga hujum qildi. Bu urush uzungacha davom qilib, oxiri Chechi xon bir qatimliq urushda o'ldi. Jingji uning kallasini kesib imperatorga yo'lladi. Shuning bilan So'g'ut, ya'ni hozirgi G'arbiy Turkiston Xitoyga tava bo'lib, boj soliq to'lashga majbur bo'ldi. Shunday qilib Xitoy imperatori turklarning o'z ichidagi ixtilofdan toza foydalanib, Turkistonni besib oldi. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib vaqt munosabati bilan Tarixga nazar programmamizning 9-soni mush yerda oxirlashdi. İnşallah yangi son programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duoyinglarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Alloh amonat.